Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan videoni shapkasida ko'rib guvoh bo'lganingizdek GM'ni mashinalarini va O'zbekistonda bor mashinalarni test qilib ko'ramiz. Bu videodan maqsad boshqa bir mashina modellarini yerga urish yoki ko'tarish emas. Bu videodan maqsad qiziqishga test qilib, imtihon qilib ko'ramiz va testimizda qanaqa qilib test qilamiz degan bo'lsangiz, hozir mana bu uzun yo'lakdan bu mashinalar birin-birin, birma-birin ketishadi, yurishadi va mana bunaqa yo'laklar borgan sari oralari kengayib, ochilib boradi. Bundan mashinalar eng qaysi biri tezroq va ko'proq o'tishini test qilib ko'ramiz. Video sal xiraroq, shu sababdan hozir to'g'irlaymiz. Albatta do'stlar, meni kanalimga podpiska bosib qo'yishingizni va aktiv bo'lishingizni iltimos qilaman. Mana videoni to'g'irlab boshladik. Ovozda sal muammolar bor. Do'stlar, bundan uzr so'raymiz. Videoni madaniy holda chiqaring. Videoda madaniy holda chiqaring. Chato. Ma'fericha ketdi. Endi buni otini bilmayman to'g'risi, lekin qo'shgim keldi. Sababdan qo'shdim. Video qizig'roq bo'lish. Baribir oxirgi o'rin olinishi kerak. Balki u birinchi bo'lar. Ko'ramiz. Agar ovozda muammo uzr so'raymiz. Mikrofonimiz uncha yaxshi emas. Uzog'i bu 50 gacha chiqdi. Tez chiqolmadi. Shu sababdan bu og'ir mashina. Ko'rsam yo'q. Tez emas. Shu sababdan endi li mashinasiga navbat. Juda tez. Oy, ketgan. Bu yaxshi, zo'r. Matiz degan lag'ongas. Boshladik. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Qancha ko'p aktiv bo'lsanglar, shunaqa videolar ko'proq chiqazamiz. Bechoralar. Eksi 1. Bu ikkita mashina, avtomat korotka briktalari esa panika. Sababdan briktalar uncha zo'r tortmaydi. Nexia bir Matiz'dagi yurgan bo'lsa. Qoyil, Matiz legenda bor. Hozircha Li birinchi o'rinda ketyapti. Otini bilmaydigan Kamazim esa eng oxirida. Kia K5. Kia K5 normal bo'lsa kerak. Boshqa mashinaga ketsa. Buni ham tezligi uzog'i 90 kilometr bor. Matiz bilan Nexia birda o'tdi va oldi ko'rinmaydi. Nexia 2 haqiqiy. Hamidga qaysi mashina sizlarga ko'proq yoqqanini yozib ketsangiz. Qaysi mashina uchun ham
Malupi. Bu ochig'i bu testning birinchisimi? Где-то to'rtinchisi yo beshinchisi. Rostini aytaman, to'rtinchi, beshinchi o'rinlarda to'rtinchi, beshinchi marta qilgan paytim Malibu birinchi o'rin. Bu yoqda Gelikni boshqacha testdan chiqdi. Agar ko'proq aktiv bo'lsa, keyingi videolarda boshqa testlar, boshqa shartlar bilan Gelikni ham qo'shaman. Agar faqat o'zbek mashinalari bo'lsa, TM'ni mashinalari bo'lsa, desanglar farqi yo'q. Ulardan har xilcha testlar qilib ko'ramiz. Qorli, toshli testlar qilib ko'ramiz. Xo'sh, navbat endi Lacetti. Ну, Gentra topilmadi. Gentrani qidirib topilmadi. Lacetti chiqdi. Ну, Gentrani xursand bo'lardi. Topilmadi. Lacetti lekin вообще juda qoniqarli. Yo'q, adashdim. Boshqa testlarda lekin Sparklar qatori yurgan edi. Hozir chalib Sparklardan bitta o'tibdi. Yaxshi. Matiz bilan mana bu Kamaz xudo qolib ketgan. Hop, Cherry. Cherry. Cherry bitta yangi mashina. Yaxshiroq o'rin. No, tayanchli. Xatoyim sababli Cherryni yana test qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Osilib ketib to'g'ri. Restart sababdan yana bir marta test qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Balki omad kelib Sparklardan o'tib ketar deb o'ylagandim, lekin olmadi. Har bir yerga yo'q o'tgan ekan. Sparkdan o'tgan ekan. Legenda militda. Gili. Bu mashinalar hech qanaqasi odatda o'tga boradi. Avtoskoy bo'lsa kerak menimcha. Sababdan hammasi o'zini asl tutini ko'rsatadi. Zavodskoy tushuni ko'rsatadi. Endi Monzachilar shitdan ovozim past. Monza yangi chiqqan mashina deb Arman yursa kerak degandim. Lekin afsus, biroq Jigulidan o'ta olmadim. 07dan Arkam bor oldida. Menglar Damas'ta oldida ikkita baloni yo'q. Nu bor. Lekin yo'q-da. Ko'rinmay qolgan. Video yurayotganda mana oldinga egilib ketmayapti. Sababi bor. Lekin ko'rinmay qolgan. Hop, mana Amazon sekin o'tadi. Afsusdaman. Shunday qilib bitta test qildik. Mana endi g'oliblarni turgan joylarini hech qanaqasi o'zgartirilmadi. Bitta Cherry'da qanaqadir xato bo'lib qoldi. Shu sababli uzr so'raymiz. Spark
ahvoli 50%. Bu 90% desa bo'ladi. Chunki tirik. Bu şey 45% desa bo'ladi. Lekin birinchi o'rin Matiz 60. Buyam 60. Orqadagi odamlar tirik qoladi deb. Buni ham shu 60. Malibu вообще. Olchatoq. Iko. Bu arrang bu o'rinlarga erishdi. Balonlari chiqib ketdi. Cherry. Cherry'ni ikkinchi marta test qilganimdan keyin yaxshi o'rin oldi. Ну, haqqoniy bo'ldi degan umiddaman. Emas, malaki. Videoyim yoqqanidan bag'oyatda xursandman. Shu sababli meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, tez orada yana yangidan testlar qilib kanalimga qo'yib boraman. Aktivlarni bomba qilib tashlaysiz degan umiddaman. Kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshqa videolarimni ham ko'rib aktiv bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. Rahmat, charchamang.